Assalomu alaykum hurmatli Ijtimoiy baraka uylari obunachilari. Bugun biz tayyor ishlab turgan biznesga qiziqadiganlar yoki da bo'lmasam Amerika Qo'shma Shtatlarida pulni nima qilishni bilmay, kerakmas narsalarga pul tikib kuyib qoladiganlar bor. Juda ham ko'p eshityapmiz hozir kecha kunduzda. O'shaning uchun tayyor ishlab turgan biznes agar xohlovchilar bo'lsa, misol uchun kimdir molga qiziqishi mumkin, kimdir parrandachilikka qiziqishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, Shuhxon shahri Azamat mahallasi, ya'ni kim Azamatda o'tganda Alpomish choyxonasi bor. Juda ham ko'pchilik biladi. O'sha choyxonadan to'g'ri kirib kelishda masofasi 2 kilometr ekan. Bu markaziy trassagacha 2 kilometrda mana shu to'liq ravishdagi 1 gektarga barpo etilgan tovuqxonamiz, molxona, umuman fermamizda desak bo'ladi, ranchoni. Sotuvni e'lon qilamiz. Narx-navolarni keyin aytib o'tib ketamiz. Hozir to'liq obzorda ichkaridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Tashqi fasadni ko'rib turibsizlar. Zabor bilan o'ralgan 100% hamma joyi. Ichkarida ishlab turgan shu biznes, tayyor biznes bor. Xo'p, kiraverishimizda mana bu yerda o'sha ishchilarga yotoqxonasi, oshxonasi tayyor. Bu yerda hojatxona ekan. Joyimiz bisyor. Mana bu yerlardan ham nimalardandir foydalansa ham bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha ravishda biznes shakllantiraman, biznes qilaman deganlar uchun. Bu yoqda ham joy bor, orqa tomonimizda ham joy bor. Umumiy 3 ta ishlab turgan hozir o'sha tovuqxonalarimiz. Mana bu yerdan hisoblaganda 3 ta. Birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap. Bu oxirgisida hamma ular qilingan o'sha bitta tovuqxonaga ishlab ketish jarayoniga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasi 100% qilingan. Aytib o'tgandek, 100% ishlab turgan biznes. Kerak bo'lsa mana suvlarigacha oldiga olib qo'yibdi. Bu yoqdan suv bilan toshib yotmaysiz ham, boshqa ham qilmaysiz. Tuklari o'tgan. Xo'p, 3 ta tovuqxona dedi va undan tashqari mana bu yer adashmasam molxonaga yoki qo'yxona. Bu yerda ham mana bu yerda ham misol uchun tovuqxona qilsa ham bo'ladi deyapti. No, hozir bular molxona sifatida misol qo'y, mol yetishtirish uchun ishlatyapmiz deydi. Atak bu yerda ham misol uchun tovuqxona qilsa ham bo'ladi. Ishlab turadigan 4 ta baravariga ishlab turadigan tovuqxona qilsanglar ham bo'ladi. Lekin mushkina qilingan ekan, mana qo'yxonaga maniki har bittasiga hurmatli obunachilar taglariga mana terib qo'yibdi. Har bitta qo'yxonani ham zakonli qilib qo'yibdi to'g'risini. Satil qo'yadiganlar, suv ichadigan. Mana molxonamizga bu yoqda. Bu yoqda ham 3 ta xona bor ekan. Bu yoqqa yopiq ekan. 2 ta 3 ta xonasi bor ekan. Menimcha orqa tomondan aylanib o'tsak kerak. Orqada ham joylari bor ekanda. Puli bu tomonlarda tovuqlar hozir yetishtirilyapti dedi, o'shaning uchun kirish mumkin emas. Endi buni o'sha tovuqni boqib bu ish bilan shug'ullanganlar biladi. Tovuqda bu brulli tovuqlarda begona kirish mumkin emas. Bitta odam kirib, bitta odam parvarish qilar ekan. Endi eshitishim bo'yicha, yana ham bilmadim, to'g'rimi? Shu bir kishi kirsa, bir kishiga o'rganar ekanda ular. Atak bu yoq yopiq ekan. Bu tomoniga qayerdan o'tsin? Menimcha bu yoqdan o'tadi. Yopiq. Yoqdan aylanib o'tish kerak. Hammasi ishlayapti. Puli ham unaqa qimmat emas, hurmatli obunachilar. Misol uchun Shodar Baxtarovich katta summa bo'lsa kerak. Juda ham ko'p mehnat qilingan ekan, juda ham ko'p o'sha rasxod qilingan ekan. Deganlar uchun yo'q, unaqa katta summa emas. Mana pulni oxirida aytib o'taman-da, chunki o'sha pulini oxirida aytsak qiziqroq. Oxirgacha ko'radi. Ya'ni bu yerlardan ham nimadandir foydalanib, bu yerlarda ham chiroyli qilib obod qilib qo'ysa bo'ladi. Tomonlarni ko'rsatdik. Xo'p, bu tomonlarimizda ham joylarimiz ko'p ekan. Bu yoqlardan ham mana yashaydigan xona qilib qo'yibdi. Mana kirib kelishda ham hozir ko'rsatamiz bu tomonlarni ham. Bu tomonlarda ham yashash uchun joy qilib qo'ygan. Mana bu yerda mana suv uchun nima qilsa, bu yer tozalaydigan joy bo'lsa kerak tovuqlardan. Bu tovuq nimada? Tovuqlarning eng bor-ku tushlariga kirib chiqadigan xonasi ekan bu. Mana tayyor. Tayyor ishlab turgan biznes. Mana bu
ishchilar o'tirib choy ichadigan oshxonasi ekan, отдельно. Mana yerda. Ha,